Bugun sotuvda qop-qora rangli Midnight Cobalt'imiz kelib qoldi. Radnoy holatda turibdi. Kraskalari ham, ichki holatlari ham juda ham tiniq holatda turibdi. Xo'p, mashinamiz orqa, oldin faralari qora, Midnight o'z zavoddan shunday kelgan. 4 ta mягкий balon o'rnatilgan. Diskalari ham, rangi ham qop-qora zo'r bo'lib turibdi. Hech qayerga udar bo'lmagan, radnoy holatda turibdi. Eng asosiysi propan gaz balon o'rnatilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham tiniq holatda turibdi. Apshikasidan bilishingiz mumkin. Yurgan atiga 32 000 km yurgan. Yili esa 2025-yil. Chixol polik qilib qo'yishgan, koordinat chixollardan taqib qo'yishgan. Polni kojini juda ham chiroyli holatda turibdi. Bu yerda bar o'rnatilgan, aytib o'tgancha, avtomat korobka mashinamiz, cruise control, ruldagi knopkalarning barchasi ishlaydi. Xullas, salon holati ham juda ham shinam va tiniq holatda turibdi. Xullas, mashinamiz haydashga tayyor holatda turibdi. Narxga keladigan bo'lsak, egalari $12 dedilar. Pastga nomerlarni qoldiramiz. Yana aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, haydab, kelishtirib olishingiz mumkin.